xonali, birinchi etajda joylashgan, novostroyka uyimizni obzorga kelganmiz. Remontlari ham juda ham chiroyli qilingan ekan. Ko'rishingiz mumkin, bu oshxona qismi. Oshxona qismida ham kuxonli mebellar qo'yilgan ekan. Bu yoqda esa duh konturning kotyonlari ham joylashgan ekan. Ishlab turibdi kotyonlari ham. Bu yoqda kirib kelish eshiklari joylashgan. Kirganimizda o'zini spalnisi keladi, chap tomonda. Remontlari ham juda ham chiroyli chiqqan ekan, ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqqa bitta televizor qo'ysanglar, mana bu yoqda bitta spalni qo'ysanglar, juda ham chiroyli xona bo'ladi bu yoqda o'zi ham. Xo'p, spalnidan chiqqanimizda sanuzel joylashgan. Sanuzelda 100% remontlari bitgan. Tepaga 500 litrlik suv yomg'ichlarini ham qo'yib yuborishgan ekan. Sanuzelning yonida hojatxonasi. Hojatxonada arestonlar joylashgan ekan. Bu yoq esa ikkinchi xonamiz. Ko'rib turganingizda chiroyli qilib yumshoq mebellari qo'yilgan, pardalari ilingan. Uyimizda ikki tomonga qaragan derazalari bor, televizorlari bor ekan. Uyimizni narxi 520 million so'm, pastda raqamni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, kelib ko'rib savdolashsanglar bo'ladi. Manzili esa Umidani orqa tomonida joylashgan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.